qonun ustuvor, jazo muqarrar. Ko'rdinglar, 3 oy, 4 oy, 5 oy oldin mana kameralar qo'ydi. Hamma blogerlar chiqdi, kamera qo'ydi, ehtiyot bo'linglar. Hech kim qachon ishlashini aytib bera olmadi. 10-iyuldan boshlab hamma qo'yilgan kameralar xavfsizlik kamarini rasmga tushirishni boshladi. Oxirigacha ko'rsanglar, tushirilgan videolar, rasmlarni ham ko'rsatamiz. Men xalqqa qarshilik, yaxshilik bo'lsin, foydam, nafim tegsin deymanda, foydali, manfaatli, foydali videolar olib chiqaman, lekin o'shanga ham so'kib kommentariy yozishadi. Mana shu hammasi qarshiga qo'yilgan, teskari qo'yilgan kameralar remenni shtrafini yozibdi. Ehtiyot bo'lasizlar. Tez qarshiliklar jo'natasizlar. Siz qo'yib yurgan antiradar buni aytmaydi, remenga tushiradi. Faqat svetofor nazorati deydi. Svetofor nazorati kirib o'tadigan narsa xavfsizlik kamari, polasa va albatta boyagi chiziq bo'ladi. Obunachilar ehtiyot bo'linglar.